Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Hozirgi kunda eng kerakli bo'lgan to'lovlardan biri yotoqxona to'lovi uchun Click ilovasida ham to'lov qilsangiz bo'ladi. Bankka borib vaqtingizni ketkazmasdan to'lov qilsangiz bo'ladi. Buning uchun Click ilovasiga kiramiz va to'lovni bosamiz. Yana bu yerdan ikkinchisiga bosamiz mana. Bosganimizda to'lov turini tanlang deb chiqadi. Bu yerda kontrakt to'lovi ham bor, yotoqxona to'lovi, kredit modul to'lovi ham bor. Biz yotoqxona to'lovini tanlaymiz va bu yerga jishirni qo'yamiz. Davom etishni bosamiz. Va bu yerda ism, familiya chiqib keladi. Qancha so'mni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bemalol yozib to'lov qilsangiz bo'ladi. Biz bu yerga 1 million so'm to'lov qilamiz, ya'ni 4 oylikni to'lov qilsak bo'ladi. Bu yerdan puli bor kartamizni tanlaymiz. To'lashni bosamiz. To'lov amalga oshdi. Mana endi bemalol chekni olsak bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, institutda o'qiyotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.